Eyo, assalomu alaykum. Bugun taxtlar o'yinida xarizmasi bo'yicha eng kuchli personajlardan bittasi, agar eng kuchlisi bo'lmasa, Cersei Lannister haqida gapiramiz. Uni personajini tahlil qilamiz. Boshladik. Cersei Lannister taxtlar o'yinida yovuz personaj qilib ko'rsatilgan. Lannisterlarning to'ng'ich farzandi. Jamie bilan to'g'ri ular egizak bo'lishiga qaramay, aynan Cersei birinchi dunyoga kelgani uchun Cersei to'ng'ich farzand sifatida ko'riladi. Cersei'ni xarakterini shakllanishiga tushunishimiz uchun uni bolaligidagi xotiralarini avval bitta o'rganib olishimiz kerak. Ya'ni Cersei aynan to'ng'ich farzand bo'lgani uchun u otasi tomonidan kuchli e'tiborni xohlardi. Ya'ni otasi unga xuddi erkaklardek muomala qilishini va unga merosxo'r sifatida qarashini xohlardi. Ishonchingizga o'g'illaringiz emas, aynan men munosibligim to'g'risida hech o'ylamaganmisiz? Ayolligi sababli Tywin uni merosxo'r sifatida ko'rmasdi va asosan Cersei'ni u qirollikka yaqinlashtiradigan ko'prik sifatida qarardi. Bu esa Cersei'da o'sha biz bilgan agressiv xarakteri shakllanishiga olib keladi va shuning uchun u otasiga qanchalik harakat qilmasin, otasiga o'zini ko'rsatishga yoki e'tiborini tortishga baribir Tywin uni erkaklarda, ya'ni Jaime'dek ko'ra olmasdi. Cersei ayollik rolini qabul qilgisi kelmasdi. U ayollikka zanjirdek qarardi va erkak bo'lib tug'ilishni xohlardi. Lekin tabiiyki bu narsani iloji yo'qligini tushunganidan keyin shu sababli u uni biz Jamie bilan qo'shtirnoq ichidagi munosabatlarni kuzatishimiz mumkin. Aynan u Jamie bilan bo'lgan paytdagina o'zini erkakdek his qila olardi va shuning uchun ham ular bolaligidanoq Jamie'ning kiyimlarini kiyib olardi. Ular bir-biri bilan kiyim almashishardi va ba'zida enagalar ularni ajrata olmay qolishardi, juda ham o'xshashganidan. Va Cersei'ni Jamie'ga bo'lgan munosabatini, to'g'ri, Cersei Jamie'ni haqiqatdan yaxshi ko'rgan bo'lishi mumkin, lekin meni fikrimcha Cersei'ni Jamie'ga bo'lgan munosabatini ko'proq hasadda o'rni kattaroq deb o'ylayman. Chunki Cersei otasi tomonidan Jamie'ga bo'lgan munosabatni doim xohlagan va shuning uchun Jamie bilan yaqinlashgan va u bilan uni ko'proq manipulyatsiya qilardi va o'sha ular ulg'aygani sari Jamie'ga qilich berib, qilich o'ynatishni o'rgatishgan va boshqaruvni tushuntirishgan bo'lsa, Cersei'ga ip bilan ignani berib turib, unga tikishni o'rgatishgan va doim kulib turishini aytishgan. Bu narsa Cersei'da ayollarga bo'lgan yoki o'zi ayolligiga nisbatan kuchli agressiv hate, ya'ni negativligi paydo qilgan. Xo'p, serialni kuzatar ekanmiz. Cersei'ni o'rmon ichidagi bashoratchini oldiga borganini ko'rsak bo'ladi. Bashoratchini oldiga borganda bashoratchi Cersei'ni kelajagini aytar ekan, uni qirolga turmushga chiqishini, aslida u shahzodaga turmushga chiqishini o'ylagan, ya'ni Rhaegar Targaryen bilan unashtirilishini kutgandi, lekin aytadiki, bashoratchi aytadiki, Cersei'ga sen qirolga turmushga chiqasan deydi. Shu bilan birgalikda 3 ta farzanding bo'ladi, lekin uchala farzanding ham vafot etadi deb Cersei'ga aytadi. Va oxirida qo'shimcha qiladiki, seni Valonqor o'ldiradi deydi. Valonqor Cersei o'rganganida u eski Valerian tilida kichik uka degan ma'noni anglatar ekan. Va o'smirligida aynan o'sha Tyrion dunyoga kelgan vaqtdan keyin va onasi vafotidan keyin aynan Cersei Tyrion uni o'ldirishiga ishonadi va shuning uchun ham Tyrionga nisbatan kuchli nafrat doim mavjud bo'ladi. Birinchisi aynan onasining o'limi bo'lsa, ikkinchisi mana shu bashorat tufayli Valonqor bu Tyrion Lannister ekanligiga ishonadi. Axir o'sha bashoratlardan bittasi amalga oshadi, ya'ni Robert Baratheon qo'zg'olon ko'tarib, qo'zg'olondan keyin aynan Westeros qiroli sifatida tayinlanganidan keyin Cersei Robert Baratheonga unashtiriladi va aynan unashtirilganidan keyin Cersei aynan yangi hayotni boshlamoqchi bo'ladi. Fresh start deydi, ya'ni yangitdan hayotni boshlashga umid qilayotgan paytda aynan to'y kechasida mast holatda Robert Cersei'ni qulog'iga Lyanna deydi. Lyanna Stark haqida gap ketyapti.
Lyanna Stark haqida chuqur kirib o'tirmoqchi emasman. Lyanna Stark bu Robertni sobiq unashtirilgan ayoli bo'lgan, lekin afsuski o'sha ma'lum sabablar bo'yicha ular turmush qurishmagan. Bu Robert Baratheon qo'zg'oloni haqida keyingi videolarda birontasida video qilganimda aynan bu haqda chuqurroq to'xtalib o'taman. Hozir shu haqda tushunib ketaylik. Ya'ni aynan Robert Baratheon to'y kechasida mast holatda Serseyani qulog'iga Lyanna deganidan keyin Serseyada erkaklarga, dunyoga va umuman sevgiga bo'lgan kuchli nafrat paydo bo'ladi. Va Robert Baratheon bilan yashayotgan davrida Robert Serseyani yaxshi ko'rmasligini bilib yurganidan keyin tabiiyki unda bir falsafa paydo bo'ladiki, agar odamlar seni yaxshi ko'rishmasa, demak ular sendan qo'rqishi kerak degan xulosaga keladi va biz o'sha yovuz Serseyani xarakterini eng rivojlangan pallasini ko'rsak bo'ladi. Serseyani erkaklarga va ayollarga bo'lgan nafrati ikki xil. Sersey erkaklarni nimaga yomon ko'rardi? Sababi u o'zini erkaklardan aqlliroq va jasurroq deb o'ylardi va shunda ham ularga xizmat qilayotgandan nafratlanardi. Otasi uni ko'prik sifatida foydalangan bo'lsa, Robert uni yaxshi ko'rmasligi sababli Sersey ular kabi imtiyozlarga ega bo'lishni xohlardi. U ishonardiki, erkaklar u loyiq bo'lgan narsaga, u loyiq bo'lgan imtiyozga egalik qilayotgan jins vakillari edi va shuning uchun ham Serseyda doim erkaklarga nisbatan nafrat va hasad tuyg'usi mavjud bo'lgan. Serseyani ayollarga nisbatan bo'lgan nafrati esa bu ancha chuqurroq, bu o'ziga nisbatan nafrat edi. U ayollikka, ya'ni feminityni kasallik va kuchsizlik ramzi sifatida qarardi va boshqa ayollarni ko'rganda ularga qarab turib, u o'zi o'ldirishga harakat qilayotgan hislatda ularda borligini ko'rib, ulardan ham nafratlanardi. Masalan, Sansani juda ham muloyimligini ko'rib turib, Sansani yomon ko'rardiki, muloyimligi ham aslida kuchsizlikni belgisi deb qarardi. Yoki Margaret Tyrellga qaraganida, Margaret Tyrell ancha yoshroq, aqlliroq ayol edi, lekin u boshqalarga yoqishga harakat qilardi. Bu narsa bo'lsa, Serseyda aynan boshqa falsafiy qarash, ya'ni odamlar seni yaxshi ko'rish emas, sendan qo'rqish kerak degan qarashda edi. Shuning uchun ham u boshqa ayollarga nisbatan nafrati doim ichida bo'lgan. Xo'p, bu personaj analizini Sersey Lannisterga atalgan qismi edi. O'ylaymanki, sizlarga video yoqdi. Albatta, vaqtinglarga rozi bo'linglar. Eng muhim narsalardan bittasi bu. Video yoqqan bo'lsa, obuna bo'lib, like bosib qo'ysanglar, bu faoliyatni, meni kichkinagina faoliyatimni qo'llab-quvvatlagan bo'lasizlar. Keyingi videolarda ko'rishguncha sog' omon bo'linglar. Xayr.